Tarixda ilk bor 3 mamlakatda o'tkazilayotgan jahon chempionati o'tgan haftada start oldi. Nukus shahrida Orol maktabi tomonidan aralashuv festivali bo'lib o'tdi. Barcha oliy o'quv yurtlarida tadbirkorlik asoslari fani o'qitish yo'lga qo'yiladi. Assalomu alaykum. O'tgan haftadagi muhim xabarlarni yoritish maqsadida biz hafta dayjestni boshlaymiz. 8-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchilar bandligini ta'minlash bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. 2026-yilda respublika oliy o'quv yurtlarini 320 ming talaba bitirishi kutilmoqda. Ularning bandligini ta'minlashda bitiruvchilar bilan individual ishlash, ularni iqtisodiy tarmoqlardagi bo'sh ish o'rinlariga yo'naltirish, tadbirkorlik muassasalarini qo'llab-quvvatlash, oliy o'quv yurtlarida karyera markazlari imkoniyatlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, 2026-2027 o'quv yilidan boshlab barcha oliy o'quv yurtlarida tadbirkorlik asoslari fani o'qitish yo'lga qo'yiladi. Jahon chempionati tarixda ilk bor 3 mamlakatda o'tkazilmoqda. 2026-yili chempionatda jami 48 ta jamoa ishtirok etayotgan bo'lsa, ularning orasida O'zbekiston terma jamoasi ham bor. O'tgan hafta 11-iyun kuni futbol bo'yicha jahon chempionati start berildi va bu chempionat 19-iyungacha davom etadi. Jahon chempionatining eng ko'p chiptasi O'zbekiston-Kolumbiya o'yiniga sotilgan. Jahon chempionati 2026-yilgi guruh bosqichining birinchi turniridan o'rin olgan. O'zbekiston-Kolumbiya uchrashuvi chipta sotish bo'yicha turnirda yetakchi bo'lib turibdi. Professional futbol klubi Orol futbol jamoamiz Osiyo futbol konfederatsiyasining litsenziyasiga ega bo'ldi. Shu asosda jamoamiz Osiyo professional futbol klublari safiga qo'shildi. Ushbu litsenziyaga ega bo'lish orqali futbol klubi qit'a miqyosidagi xalqaro turnirlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Orol dengizi nomidan olingan Orol Nukus futbolining rasmiy nomi. Klub 2021-yilda professional futbol klubi sifatida tashkil etilgan va O'zbekiston Pro Ligasida ishtirok etadi. O'yinlar esa Turan stadionida bo'lib o'tadi. Klub bosh direktori Azamat Allaniyazov 2023-yili 1-ligada Ruslan Qalmagambetov 15 gol urgan bo'lsa, 2024-yili Pro Ligada Salomat Qutubayev 6 ta gol bilan jamoaning eng samarali futbolchisidan biri bo'ldi. Samarqand shahridagi Silk Road Samarkand xalqaro turizm majmuasida Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasi doirasida bo'lib o'tgan tanlovda Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali birinchi bosqich magistranti Shohida Qorliboyeva loyihasi 2-o'ringa munosib deb topildi va 125 million so'm pul mukofoti va diplom bilan taqdirlandi. Ko'rgazmada dunyoning 30 dan ortiq mamlakatidan kelgan vakillar, xalqaro tashkilotlar, investorlar, ekologlar, olimlar, tadbirkorlar va yosh kashfiyotchilar ishtirok etdi. Tadbir doirasida ekologik mahsulot va xizmatlarga bag'ishlangan 68 ta kooperativ va hududiy pavilon, shuningdek Markaziy Osiyoning eng istiqbolli 20 ta ekologik startap loyihasi taqdim etildi. 11, 12, 13-iyun kunlari Nukus shahrida Orol maktabi tomonidan aralashuv festivali bo'lib o'tdi. O'tgan 5 oy davomida Orol School fanlar aro bioregeneratsiya dasturining 22 nafar ishtirokchisi Qoraqalpog'istonga tashrif buyurdi va hududning geografik, ijtimoiy va madaniy landshaftini o'rgandi. Ishtirokchilar 2 ta tematik yo'nalish, ovqat va suv bo'yicha ishlash orqali ovqat pishirish, parvarishlash, o'rgatish, ovqatlantirish, qurish, ishlash, yozish, o'qish, yig'ishni o'rgandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Kelasi hafta siz uchun ham, biz uchun ham xushxabarlarga to'la bo'lsin.